Ko'pchilikda hozir taz giperlardoz yoki lardoz holatida oldinga egilgan va bu degani taz quladi degani, ostanka ham quladi degani. Taz oldinga egilsa, bu ham o'zgarish bo'ladi. Ostanka ham bunaqa egiladi va mana bu korobka, bu qovurg'alarimizni tagida agar sizlar bilsanglar, ichki organlarimiz yotadi. Bu bunaqa holatda bo'lishi kerak. Ko'tarilgan tekis holatda bo'lishi kerak. Bitta liniya, lekin nima bo'lgan? Taz oldinga egilgan va yopiq. Mana bu qovurg'a ichki organlarni bosib qolgan. Natijada mana bu yerda oshqozon qiynalyapti. Nafaqat oshqozon, hamma ichki organlar joy-joyini o'zgartirishga majbur, chunki yashash kerak-ku, yashash uchun kurash ketyapti.